Videonun vaqti dim ko'p bo'lsa, hech kim ko'rmaydi deydilar. Men shuni xato fikr ekanligini sizlarga isbotlayman. Ya'ni biz foydali video chiqarsak, uni uzun bo'lsa ham to'liq e'tibor berib, bunday ma'lumotlarni to'liq tushunib ko'rib oladilar deb o'ylayman men. Shu fikrim bo'yicha sizlarga universal zapusk xaritasini tuzib chiqdim va shuni to'liq sizlarga nishatib amalga oshirishni, ya'ni hozirgi kunda eng zamonaviy marketing strategiyasi deb qaralib turgan zapuskni nishatib amalga oshirishni sizlarga maydalab har bir detallardan tushuntirib beraman. Birinchi biz zapusk uchun strategiya tuzib olamiz. Strategiyada biz birinchi mahsulotni aniqlaymiz. Mahsulotni aniqlash jarayonida biz novlarga e'tibor beramiz. Ya'ni bizning mahsulotlarimiz qanday turdagi mahsulot, biz nov sotchaklarimizni aniqlab olamiz. Keyin esa biz mahsulotni to'liq o'rganib chiqib, bu haqidagi barcha ma'lumotni, ya'ni mahsulotning foydalarini, bir klientga mijozlar uchun kerakligini to'liq aniqlab bilib olamiz. Keyingi navbatda biz aytadigan ishlarimiz esa mijozlarni aniqlash hamda ularni analiz qilishdan iborat bo'ladi. Mijozlarni aniqlash uchun biz eng birinchi intervyu amalga oshiramiz. Bu intervyuda biz kamida 10 dona odamni olamiz, chunki biz 10 dan kam odamdan intervyu olsak, biz o'zlarimizning maqsadlarimizga to'liq erishib bilmaymiz. 10 dona odamdan jonli uchrashuv orqali, telefon orqali yoki Zoom uchrashuv orqali intervyu olamiz. Intervyuda biz ularning holatini, muammolarini, yoshini, qo'rquvlarini, xohishi, qiyinchiliklari, orzu hamda istaklarini to'liq o'rganishlarimiz kerak. Bu bizga zapusk jarayonida dim muhim elementlardan birisi sanaladi. Undan keyin esa biz mijozlarimizni A'dan B'ga boradigan nuqtasi, ya'ni uning bizning mahsulotdan foydalanishning asosiy qiymati yoki bo'lmasa uning asosiy maqsadini aniqlab olamiz. Keyin esa biz so'rovnoma o'tkazamiz. So'rovnomani kamida 300 dan odamdan olamiz. Qaysi muammolar aktual? Ya'ni biz dapadagi intervyumizdan gap chiqqan muammolar haqiqatdan ham aktualmi yoki bo'lmasa aktual emasmi, shuni so'rovnoma orqali aniqlab olamiz. Endi shu yerda sizlarda savol tug'iladi. Bizlar faqatgina nechun intervyu olib qo'yavermadik? Chunki intervyuda chiqadigan javob biza 10 ta yoki 15 ta odamdan intervyu olganligimiz uchun bu faqatgina hozircha gipoteza bo'ladi. Biz shu gipotezani aniqlashtirib, rostdan ham shunday ekanligini tekshirib olish uchun biz ulardan so'rovnoma olamiz. So'rovnomada 300 ta odamni olganligimiz uchun bu ancha haqiqatga yaqinroq va bizga effekt beradigan natijalar chiqadi. Endi so'rovnomada biz intervyu natijasida hosil bo'lgan savollarni so'rovnoma qilamiz. Ularni daromadini aniqlaymiz. Ko'pchilik nimaga qiziqishini, nechik kamchiliklar bor, nechik muammolar bor, nechik offer bersak ularga udobniy bo'lishini shu so'rovnoma orqali aniqlab olamiz. Dapada aytib o'tgandek, intervyu nog'a kerak, so'rovnoma nog'a kerak. Hozir shuni sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, intervyu orqali mijozlarning portretini yaratamiz. Ya'ni ularning muammolarini aniqlaymiz, xohishlarini aniqlaymiz, asosiy maqsadlarini aniqlaymiz. So'rovnoma orqali esa qaysi muammo aktualligini tasdiqlaymiz. Xohishlarni tasdiqlaymiz va rostdan ham shundaymi yoki unday emasmi, shuni ham bilib olamiz. Mijozlarning maqsadlarini ham tasdiqlab olamiz. Ya'ni biz intervyu orqali o'zimiz yaratgan gipotezalarni so'rovnoma orqali to'liq tasdiqlab olamiz. Keyin esa mijozlarning intervyu va so'rovnomalarini analiz qilishga o'tamiz. Analiz jarayonida qanday muammolar bo'lgan, qanday istaklari bor, ular kim va qancha topadi, qayerda ovqatlanadi. Shular muammolarini, istaklarini va qo'rquvlarini aniqlab olamiz. Qayerda ovqatlanadi, nimalar bilan shug'ullanadi, shulardan biz intervyu orqali bilib olib, biz buni analiz etib chiqishimiz kerak. Обязательно har birini detal yirib. So'rovnoma orqali esa so'rovnomani to'liq analiz qilib olamiz. O'zimiz uchun kamida 10 dona mijozning xohish va istaklari hamda muammolarini aniqlaymiz. Kamida 10 dona mijozning emas, kamida 10 dona xohish va istaklarni aniqlab olamiz bu yerda. Mijozlarniki bo'lgani uchun bu yerda mijozning deb yozib qo'ying. Bular sizning reklamangiz uchun asos bo'ladi. Ya'ni biza vebinardagi asosiy maqsadimiz uchun biz xohishlar, istaklardan foydalanamiz. Keyingi ishimiz esa dekompozitsiya va sotuv vorankasidan iborat bo'ladi. Buning uchun biza eng birinchi bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa va buni eng boshda aytsangiz ham bo'ladi. Mahsulotni aniqlab bo'lganingizdan keyin biz qancha trafik kelishini reja qilamiz. Masalan, quyidagicha reja tuzasiz. Bizlara 2000 dona sotuv kerak deb hisoblasak, buning uchun bizlara bu sotuvni biz nishatib amalga oshiramiz. Bu sotuvni biz webinar orqali va qayta sotuv orqali amalga oshiramiz. Webinar orqali 800 ta sotuv qilsak, qayta sotuv orqali 1200 ta sotuv qilamiz deb reja qo'yamiz. Biz webinar orqali 800 dona sotuv qilishimiz uchun bizga kamida 2000 ta zaявка tushishi kerak bo'ladi. Zaявка degani bu sizning webinaringizda qatnashgan ishtirokchilarning sizga bildirgan qiziqishlari hisoblanadi. 2000 ta zaявка tushishi uchun bizning webinarlarimizda 8000 ta jonli ishtirokchi qatnashishi kerak bo'ladi. Ya'ni sizni onlayn webinar orqali bir vaqtning o'zida 8000 dona odam kuzatish kerak va bundan 25% sizga zaявка bildiradi va bu 2000 tani tashkil etadi.
Endi webinarimizda 8000 dana odam qatnashishi uchun biza Telegram kanalimizda 80 000 dana obunachi yig'nashimiz kerak bo'ladi. Qayta sotuv orqali biza 1200 dana sotuvni amalga oshirishimiz kerak. Buning uchun bizning call centerlarimiz 12000 dana kontakt bilan bog'lanishi kerak bo'ladi. 12000 kontakt bilan bog'lanish uchun 60000 dana kontaktni qayta qizdirishimiz kerak bo'ladi. Biza ularga ma'lumotlar va takliflar berish orqali. Endi biza trafikka qanday chiqish rejasini tuzib olamiz. Trafikka chiqish uchun biza dapada tuzganimizga qaraganda bizani Telegram kanalimizga 80 000 dana obunachi qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buni biz qanday yo'llar orqali qilamiz? Hozir shuni ko'radigan bo'lsak, biz buni Instagram orqali va Telegram orqali yig'maymiz buncha obunachilarni. 10 kun uchun mo'ljallangan trafik yig'ishga qaratilgan kontent planini tuzib chiqamiz. Kontent planimizda asosiy so'rovnoma natijasida hosil bo'lgan og'riqlar va muammolarni ishlatamiz. Istaklar va kamchiliklarni ishlatamiz. Mijozlarning asosiy maqsadlarini biz videolarimizda hook sifatida ishlatamiz. Barcha videolarda bizning asosiy maqsadimizga erishish uchun Telegram kanalimizga o'tkazishga mo'ljallangan call to action yaratamiz. Call to action'ni biza saytcha ko'rinishida yaratsak bo'ladi. Ya'ni u saytcha orqali biza hozir pastroqda aytaman, bizni Telegramda bo'lib o'tadigan webinarimizni asosiy mavzusi haqida ma'lumot qisqacha berib turib, shu saytdan biza Telegram kanaliga o'tiramiz va shu o'tirish jarayonida biza ularni kontakt bazasiga ega bo'lamiz. Telegram orqali ham xuddi shu ishlarni takrorlaymiz. Ya'ni biza kontent chiqaramiz va boshqa Telegram kanallarga shu soha bo'yicha ishlaydigan kanallarni analiz qilgan holda boshqa Telegram kanallarga shu postlarni tarqatamiz. Va ulardan ham saytcha orqali o'zimizning Telegram kanalimizga o'tkazamiz va shu yerda ham ularni ma'lumotlarini, ya'ni ism, familiyasi hamda telefon raqamlarini qo'lga kiritib olamiz. Endi biza zapusk uchun olib boradigan marketing va reklama jarayoniga kelsak, biz buni Telegram va Instagramda o'tkazamiz. Marketing va reklama qismini o'zi dim katta bo'lgani uchun buni yana bir videoga aytishga qaror etdim. Agar bu video ham sizlarga qiziq bo'lsa, bu videomni kommentariyasida plus belgi qoldiringlar. Men shundan tushunib olib, aynan zapusk uchun marketing va reklamani qanday amalga oshirish bo'yicha ham bir dona video tayyorlayman. Hozir bu yerda qisqacha tushuntirib o'tkazsam, bizning dapadagi og'riqlarimiz va muammolarimizdan kelib chiqib, biz Telegramda post, target va storieslar joylab boramiz. Instagramda ham xuddi shunday ishlarni atamiz. Endi jonli efir nechik tartibda bo'lib o'tadi? Jonli efir va bizning marketing qismimizdagi Instagram va Telegramga chiqadigan postlarimiz aynan bir xil mavzuda bo'lishi kerak. Ya'ni biz jonli efirimizni nechik mavzuda o'tkazajak bo'lsak, biz marketing va reklama qismidagi postlarni ham aynan shu mavzuda olib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizning Telegram kanaliga yig'iladigan 80 000 dan obunachi bizni o'tkazadigan jonli efirni mavzusini oldindan aniq bilgan holatda aynan shu mavzu bo'yichagi webinarda qatnashish uchun kelgan bo'ladi. Jonli efir uchun tanlangan mavzu bo'yicha PPT yaratamiz. Keyin kamerachilar va jonli efirga kerak bo'ladigan barcha jihozlarni tayyorlaymiz. Keyin esa jonli efirni nerda olib borishimizni aniqlab turib, shu joyni ham jonli efirda tayyorlaymiz. Endi biz jonli efirda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa, biz jonli efirimiz uchun tayyorlangan PPTda bizning asosiy maqsadimizga olib borish uchun sotuv qo'yib ketishimiz kerak. Ya'ni u PPTning oxirgi varaqalarida biz o'zlarimizning mahsulotni sotish uchun ularga kuchli offerlarni berib ketishimiz kerak. Ya'ni biz mijozlarimizga juda kuchli takliflarni berishlarimiz kerak. Ya'ni ular shu moment o'zida sotib olishi uchun biz ularga taklif berib bilishimiz kerak bo'ladi. Endi biz qayta sotuvni nishatib amalga oshiramiz. Qayta sotuvni amalga oshirish uchun bizlara webinar o'tkazmasidan oldin biz Telegram kanalimizga yig'ilgan vaqtida mijozlarni ism, familiyasi va telefon nomeri bor edi. Bu mijozlarimiz qandaydir sabablar bilan bizning webinarda qatnasha olmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin ular shu webinarga qiziqib bizning Telegram kanalimizda qo'shilganlar. Shuning uchun biz outsource call center kompaniyalari orqali yoki bo'lmasa o'zimizning in-house call operatorlarimiz orqali ular bilan bog'lanib, kamida 10% lik qayta sotuvni amalga oshiramiz. Yana bir tomondan esa biz webinar tamom bo'lgandan keyin ham ularni Telegram kanalimizda qizdirib boramiz. Ino shu ishlarni hammasini maromunda qilsangiz, sizni dekompozitsiya va sotuv varonkasida qo'ygan maqsadingizga, ya'ni 80 000 dan obunachi yig'iladi va siz 2000 dana sotuvni bemalol qilib bilasiz. Endi biz eng asosiy qismini tashlab ketdik, marketing va reklama qismi.
Marketing va reklama qismini sizlarga hozir qisqacha tushuntirib o'taman va bu sizlarga qiziq bo'lsa kommentariyada plus belgisini qoldirsangizlar men albatta shu bo'yicha sizlarga video chiqaraman. Qaranglar, marketing va sotuv qismida biza jonli efir uchun tanlagan mavzumuz bo'yicha obunachilarni, ya'ni Telegram kanali obunachilarni yig'nashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza Telegram ham, Instagram ham post, target va stories orqali ishni amalga oshiramiz dedik. Lekin shu postlarda novalara ahamiyat berishimiz kerakligini sizlarga qisqacha aytib o'taman hozir. Masalan, Telegram kanalimizda biza tanlagan mavzu bor. Bu mavzu bizning kurslarimizga mos bo'lishi kerak. Biz masalan yoshlarga o'rganadigan farzand tarbiyasi bo'yicha kurs chiqarajak bo'lsak, jonli efirimizni mavzusini masalan shunday qo'ysak bo'ladi. Farzand tarbiyasini necha yoshdan boshlash kerak? Bizning jonli efirlarimiz farzand tarbiyasini necha yoshdan boshlash kerak mavzusida bo'ladi. Ya'ni bizning Telegramga qo'shilgan obunachilar farzand tarbiyasini necha yoshdan boshlash kerakligini yoki bo'lmasa farzandini tarbiyalashni oson yo'llarini yoki bo'lmasa effektivni yo'llarini o'rganishga kirgan obunachilar bo'ladi. Shuning uchun biz aynan shuni boshda tanlab olamiz. Keyin biz shu postlarimizda Reelslarimizda shuna ahamiyat beramiz. Masalan, postlarimizda hamma postlarimizda biza beradigan huquqlar shu farzand tarbiyasi haqida bo'ladi. Postlarimizda beradigan huquqlarda biza webinarni sanasini aytib turib, shu sanada farzand tarbiyasini necha yoshdan boshlash kerak bo'lmasa, farzandlarga nechik tarbiya berish kerakligi haqida webinar o'tkazyapmiz deb turib, oxirida call to action berib turib, Telegram kanalga ularni olib o'tishlaringiz kerak. Ularga biza yana berishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bizning webinarimiz mutlaqo bepul ekanligini. Ya'ni ular bepulga shunchalik bizdan qiymat olib bilsin. Biza webinarlarimizdan behuda o'tkazmali, ya'ni biza webinarni o'zida ham ularga bepulga shunchalik foydali ma'lumotlarni berik. Ular bizning bu yerdagi pullik ma'lumotlarimiz bundan ham qadrlanganligini his etib bilsinlar. Men bu yerda aytachim, bizning tanlagan kontentlarimizning hammasi bizani o'tkazmoqchi bo'lgan webinarga moslangan bo'lishi kerak va ularda har xil kreativlar tanlangan bo'lsa ham ularni oxirgi maqsadi, ya'ni biz Instagram bilan Telegramga joylaydigan postlarimizning oxirgi maqsadi bizani webinarimizga olib o'tish va webinarni qaysi sanada bo'lishini ularga e'lon etish. Shu reklamani nechik tartibda, sizlarga kerak bo'lgan mavzu bo'yicha nechik tartibda yoki bo'lmasa ularni targetingi nechik bo'ladi, post joylanishi nechik bo'ladi, shularni to'liq o'rganajak bo'lsangizlar, yana aytganimdek kommentariyada plus qoldiringlar. Men shu bo'yicha ham albatta bitta video tayyorlayman va sizlarga ko'rsataman. O'zi zapusk modelini nima uchun sizlarga tushuntirib desa, bu zapusk hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida eng effektiv sotuv modellaridan birisi bo'lib turibdi. Ya'ni bor qolsalar bir danaga 2000 dona yoki bo'lmasa 3000 dona, 500 dona, 1000 dona klientga bir danaga sizlar sotuvni amalga oshirib bilasizlar. Bunda sizlarga trafik birdan tushadi va birdan sotuvni amalga oshirib bilasiz. Agar shu videoni oxiridan ko'rgan bo'lsangizlar va sizlar uchun ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, videoga birdan like bosib